Allo, janob mer, fermanga qaraysanmi yo'qmi? Fermaga nima qilibdi? O'sib yotibdi. Bo'ldi, tushundim. Hozir qarayman. Davay. Ertalabdan ham qo'ymaydi-ya. Hammaga salom do'stlar, mening ismim Lime va esingizda bo'lsa, bizni mer kechalari ana bu yerdagi g'alati garajning yoniga boradi va hozir menga eshitdinglar telefon qilganini. Albatta menga bu holat umuman mana yoqmaydi, lekin chidashga majburman, chunki mer lekin hech qisi yo'q. Hali garajni sirini ochib olay, shunda bilib olaman. Qani, nima uchun bu bunchalik kechalar bilan yurar ekan va shunda o'shani asosida balki bu merni qo'lga kiritishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni bizni o'yinchog'imizga aylanadi. Biz nima desak, shuni qiladi. Ha, do'stlar, haqiqiy o'yinchining qo'lidagi o'yinchoqqa aylanadi bu mer. Shunga tayyorlanishimiz kerak va bugun biz merni kuzatamiz hamda bilib olamiz qanaqasiga u garajga tushar ekan, chunki u yerdagi qulf mashinaniki. Tak, janob mer, ha, mana keldim, olishingiz mumkin. Xo'sh, meni oyligimni qachon berasiz? Boykusan. Boy bo'lsam ham ortiqchilik qilmaydi pul. Boshla. Rahmat. Mayli, men ketdim. Ko'rishamiz. Nima? Ko'rishamiz. Bo'ldi do'stlar. Ko'rishamiz albatta. Bu merni haydab yuborish vaqtida, chunki bu garajning sirini yaqinda ochaman. Ishonchim komil. Ichida nimadir bor, do'stlar, nimadir bor. Mer yashiryapti, lekin ko'rinmayapti. Nima ko'rinmayapti? Ayt, ko'rsatib qo'yaman. Xohlaysanmi? Yo'q, men shunchaki nima birovlarning uyiga. Bu sizning garajingizmi? Yo'q. Xo'p, mayli. Tushunursan, nimaga yonimga keldi? Nimaga ketib qoldi endi? G'alati odamlar shu mer. Mayli, lekin ehtiyot bo'lishimiz kerak, chunki juda ham ayyor. Nima uchun meni do'stlar, chunki oynasi shu tarafga qarab turibdi. Ko'rib qolgan meni derazadan. Mayli. Bo'ldi, kiramiz ichkariga va jimgina o'tiramiz. Kech bo'lishini kutishimiz kerak menimcha do'stlar, chunki faqatgina tunda mer o'sha yerga boradi va uni qo'lga tushirishimiz mumkin bo'ladi, chunki faqatgina shu merni sirini bilmagunimcha men tinch uxlay olmayman. Faqatgina uni sirini bilib olganimdagina tinch uxlashim mumkin bo'ladi va ungacha esa shunchaki tunni kutish qoldi. Xayrli tun do'stlar. Xullas, bilasizlarmi, soat 3 dan mer chiqadi. Hozir esa soat 2 va menda naqd 1 soat bor tayyorlanib olishim uchun va birinchi navbatda bilasizlarmi, mer kelguncha men bir ishni qilmoqchiman. Aynan o'zim kirib ko'rmoqchiman. Albatta, bu yerda privat bor, lekin harakat qilib ko'rsak bo'ladi. Xo'sh, derazani sindira olmayman. Baribir ham ko'rinmaydi orqasidan, chunki parda turibdi. Nima qilishim mumkin ekan? Qulfda esa mashina qulfini qo'yib qo'yishgan nimagadir eshikka. Shunchalik kerakli narsa bormikan orqasida? Bilgim kelyapti. Mayli, tak. Mashina qulfi bo'lsa, demak men merning uyiga kirsak-chi do'stlar? Merning uyida yashirib qo'yilgan bo'lsa kerak, o'sha qulf. Menimcha topishimiz mumkin bo'ladi. Qani, sekin. Xo'sh. Ish joyida ko'rmayapti, demak, aniq uxlab yotibdi va hozir kirib ko'rishimiz mumkin. Qishloqdagilar odatda eshiklarini qulflashmaydi va bu yerni ochishimiz mumkin. Tak, kimdir bug'doylarni tashlab ketib shekilli menga o'xshab. Va qani ko'raylik-chi. Uxlab yotibdi. Ana mer. Ajoyib. Bu degani men hozir qilaman. Ya'ni qanday qilaman? Albatta, uyning ichiga kiraman-da, kalitni qidirib ko'raman. Uxlab yotibdi. Mazza qilib. Meni hech kim ko'rmayapti, men ham hech kimni ko'rmayapman merdan boshqa va bu degani kirish uchun ideal vaqt. Sekin ehtiyot bo'lishimiz kerak. Hech kim ko'rmasin. Asta-sekinlik bilan ninja sifatida harakat qilamiz va eshikni shunchaki buzib kiramiz. Mana shunaqasiga. Va bo'ldi, qo'yishimiz mumkin. Bo'ldi, qulf endi ishlamaydi. Agar qulflamagan bo'lsa, bizga farqi yo'q. Va uxlab yotibdi. Yaxshi, tak. Izumrudlar, bu yerda yana bug'doy, buning ichida bloklar va mashina kaliti. Oppa, bo'ldi. Rahmat janob mer, men hozir bilib olaman siringizni. Yaxshi. Bo'ldi. Ketdik do'stlar, ulgurishimiz kerak. Tezroq. Bo'ldi, soat 3 gacha nos holda o'ylashimcha endi sekingina kirib chiqamiz. Tak. Va ochamiz. Va nima? Sen kimsan? Voy, jitel. Nima seni bu yerda qamab qo'yishganmi? Jitel. Buni nimaga ko'zlari yonyapti? Nima uchun? Javob ber. Tak, do'stlar, esingizdami? Axir avvalgi videoda gaplashgan vaqtda yashirish kasalliklari haqida gapirganda, tak, buni rasmga olish kerak. Tak, yaxshi. Bo'ldi, rasmga olib oldim. Endi tak, qulflaymiz va kalitni sekin-asta olib borib qo'yish kerak. Menga bunaqangi muammolar kerak emas. Yo'q, sizlar uni yuzini ko'rdinglarmi? Bo'lishi mumkin emas. O'lgan, u tirik murda qanaqadir. Tak,
sekin kalitni qoldiramiz va Nima? Hey, Jin Ursin uyg'onib qoldi. Yo, sekin do'stlar, tezroq uyga borishimiz kerak. Hozir chiqib qoladi. Ko'rmasin bo'ldi. Uydamiz. Aqldan o'tishi mumkin do'stlar, ko'rdinglarmi? Merning garajida qanaqadir gapira olmaydigan tirik murdami, maxluqmi, bilmadim nima bu. Baribir ham uxlay olmayman. Soat necha bo'libdi ekan? 7 bo'libdi. Tushunarsan. Qo'l qovushtirib yotib bo'lmaydi. Ferma ham tayyor bo'lib qolibdi bug'doylar. Tushunarsan. Nima qilsam ekan do'stlar? Xullas bir necha kun o'tdi. Men deyarli uxlay olganim yo'q, chunki ana bu maxluqni ko'rinishi shunchaki ko'z oldimdan ketmayapti. Bu nima bo'lishi mumkin? Qanaqadir tirik murda yoki bizni mer jodugarmikan do'stlar, bo'lishi mumkin, balki o'likni tiriltirgandir. Yo, bo'lishi mumkin emas. Tasavvur qilyapsizlarmi? Qanaqadir o'lik tirilib yuribdi. Yuzlari hamma yo'g'i. Men boyagi rasmlarni yaxshilab ko'rib chiqdim va bu juda ham yomon. Menimcha merni o'zidan so'raganimiz ma'qul. Nima bo'lsa bo'ldi. Tak. Janob mer, kiraveraymi? Kiraver. Assalomu alaykum. Va alaykum. Mana olishingiz mumkin va garajdagi maxluq kim? Menda rasmlari bor. Nima? Ko'rishingiz mumkin. Hey, sen nima qilding? Nimaga rasmga olding? Olgim keldi, oldim. Xo'sh, javob berasizmi yoki politsiya chaqiraymi? Men javob beraman. Aniqmi? Yur. Senga hammasini ko'rsataman. Faqatgina ahmoqliksiz, xo'pmi? Ketek. Menda bilasizmi, avto jo'natishga tayyorlangan. Nima? Rasmlar agarda menga biron nima bo'ladigan bo'lsa, baribir ham rasmlar kerakli joyga yetib boradi. Qanaqasiga? Shunaqasiga Telegram kanalimga kechasi soat 17 da chiqadigan qilib qo'yganman. Nima uchun? Agarda menga biror nima bo'lsa, senga hech narsa qilmaydi. Mana bu boshqa gap. O'zi tegmadingmi unga? Tekkanim yo'q. Xo'sh, qani ko'raylikchi, nima deb tushuntirib berishingiz mumkin bu tirik murdani? Xo'sh, jodugarmisiz? Yo'q, bu zombi. Zombi? Nima? O'yinlar o'ynab yuborganmisiz? Qanaqa o'yin? Bu haqiqiy zombi. Men o'sha yerda ushlab o'tiribman. Zombi. Yo'q, qanaqadir kasallikka o'xshaydi. Ter kasalligimi, rostini ayting. Yo'q, men senga nima deyapman, bu zombi. Hey bola. Demak, hazilmasa. Qanaqangi hazil? Nimaga bu yerda ushlab o'tiribsiz unda? Xavfli-ku. Men lekin, shoshma qayoqqa? Tushunarsan. Hey, qulflash kerak. Lime. Tushunarsan. Ketib qoldi-ku, endi nima bo'ladi? Umid qilamanki, politsiya chaqirmaydi. Agarda politsiya chaqirsa, yomon ishlar bo'lishi aniq. Kasallik tarqab ketmasligi kerak. Tegmagan bo'lsa bo'ldi, ish qilib zombiga, lekin tegmagandir. Allo, politsiya, eshitamiz? Xullas, tezroq 13-qishloqqa kelinglar. Men tepalikdagi kuznitsidaman. Bu yerda odam o'ldirishdi. Odam? Boryapmiz, kuting. Rahmat. Do'stlar, odam o'ldiryapti deb chaqirdim, lekin politsiyachilarni o'sha yerga olib boraman, chunki odam o'ldirishga teng. Agarda birozdan ham zombi bo'ladigan bo'lsa, xavf katta. Umid qilamanki, men o'zim kasallanmagan bo'lsam bo'ldi. Men o'lishni istamayman, sizlarga aytsam. Tak, bularni olib qo'yaman bu yoqqa. Narsalarni sortirovka qilish kerak. Bu meni juda ham tinchlantiradi. Tak, kelinglar. Yo, zombi bo'lishi mumkin emas-ku do'stlar. Menimcha bu shunchaki qanaqadir kasallik, teri kasalligi va shuning uchun ham terisi shu ahvolga kelgan va keyin rejellarni kimdir bo'lsa kerak-da. Shu yerdan. Men Lime. Xo'sh, orqadagi anavi oq katta garajda. Keling bos bu yoqqa. Men senga necha marta aytganman, bos emas, shef. Shef. Shunchaki qo'rquvchi bo'lganman, bos deyishardi-da. Xo'sh, shoshilsanglar bo'lardi gaplashmasdan. O'zimiz bilamiz. Shumi? Buzaman eshikni. Davay. Qani? Xo'sh. Bu yana nima bo'ldi? Tushunarsan. Bos. Shef, bu nimasi? Bilmadim. Nima qilamiz endi? Sen buni qachon, qayerdan topding? Qayerdan topardim? Shu yerda topdim-da. Bu tirikmi, o'likmi bilmadim. Xo'las, mer bor-ku, qishloq meri. Xo'sh, ana shuni garaji bu. Tushunarsan. Siz bu yerdan chiqing, fuqaro, o'zimiz hal qilamiz. Nima bo'ldi bu? Qani eshikni ochchi? Umid qilamanki, hammasi yaxshi bo'ladi va zombini yo'q qilishadi, merni qamashadi. Iflos mer. Hammasi undek bo'ldi. Chunki bilasizlarmi, u zombini o'ldirib tashlashni nima uchun bu yerga qamab qo'ygan, bilmadim. Balki rostdan ham o'yini kimdir yoki shunchaki yoki zombi emasdir, bilmadim, adashib qoldim. Bilmayapman. To'xta, jinursan. Otaman, to'pponcham qolib ketibdi. To'xta, haqiqiy zombi ekan-ku bu. Ehtiyot bo'linglar, odamlar, xaloyiq. Nima? Qanaqangi zombi? Ikkinchisi qani buni? Yo'q, nima bo'ldi ekan? Xo'sh, qani borib ko'raylikchi. Menga yoqmayapti sizlarga aytsam bu bo'layotgan ishlar. Xo'sh, janob politsiyachi. Tishlab olibdi. Rostdan ham zombiga o'xshayapti. Tak, hozir. Jinurson, nima qilaman endi? Menda himoya vositalari ham yo'q. Jinurson, qani merning yoniga boraychi. Biror nima bo'lar-da. Xo'sh. Tak.
Tak. Mer, ha. Anavi xullas zombi qochib ketdi, bitta politsiyani tishlab oldi. Nima? Tushunarsan, bo'lishi mumkin emas. Hammasi tamom. Yo'q, bo'lishi mumkin emas. Xo'sh, bo'lishi mumkin emas. Merni Tom qochganga o'xshaydi. Tak, yana politsiyaga qo'ng'iroq qilish kerak.